Hammaga assalomu alaykum hurmatli YouTube'dagi Xon Plus Group korxonasining qadrli obunachilari. Biz mana Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida joylashgan Xon Plus Group ustaxonasidamiz. Bugun O'zbekistonda yashil energiya, O'zbekistonda birinchilardan bo'lib mana yangilik elektrga pishgan non bu. Mana orqalarini ko'rishlaring mumkin. Bu pechimiz Xitoyda o'zida, tandirimiz xudo xohlasa $6000 turgan tandirni mana Xon Plus Groupda mahalliylashtirib O'zbekistonda birinchilardan bo'lib yasadik. Mana xudo xohlasa sizlarni olib kirib ko'rsatamiz o'sha joylarga. Hadi tuzmaymiz, mana hozir bitta sinov jadvallari kelyapti. Mana hozir 7 minutda nonlarimiz mana shu o'zimiz ustaxona, mana shu bizning seximiz akalar. Mana shu mana nonlarimizni sifatini ko'rishdan keyin mana hozir 7 minutda nonlarimiz tayyor bo'lyapti. Endi mana xohlanglar videoda uzmasdan turib video davom ettiramiz. Mana shu nimani yopamiz. Mana shu video mana oxirigacha masalan 7 minutda chiqadimi deganlarga ko'rsatib Atushi ko'rsatamiz endi. Videoni o'zmaymiz. Agar imkonlaring bo'lsa oxirigacha kuzatinglar. Nimani ochib beramiz? Mana hozir nonni yopishni boshlaymiz. Endi biz novvoy basmiz. Nonni yopishni boshladik. Endi biz haligi unchalik dumaloq qilib yopmasak ham ko'rasizlar, lekin sifati yomon emas. Pishish jarayonlari kelib, bemalol shu o'zida ustaxonamizda kuzatib ko'rsalaring bo'laveradi. Mana hozir taka uchta pishirib qo'yamiz, keyingi kadrlar uchun yana o'qib qo'yamiz. Sinov jarayonlari boshlandi. 7 minutda hozir mana shu nonni pishirib olganini ko'rsatamiz inshaalloh. Qadrli obunachilar, mana xudo xohlasa kadrimiz 7 minut bo'ldi. 7 minutda nonlarimizni mana sifatini, mana uchta yopgan nonimizni sifatini ko'rishlaring mumkin. Yopib ko'rdik. Mana tagini ko'rishlaring mumkin. Tagi qizarmaydi. Bu bilib olinglar, endi bundan ham qizartiramiz desalar qizartiraversa, bitta gradusni moslasib tagi yana ham qizaveradi. Menimcha hozir shu juda normalni, menimcha mana shu tandir noni shu bo'lsa kerak akalar. Juda qaynoq joydan chiqdi degani shu bo'ladi. Kelaverasizlar, xudo xohlasa arzon qilib bitirib beramiz. Hozir mana ikkinchi partiyani ham yopaveramiz orqasidan sirrazi. Bemalol ko'raverasizlar. Mana ikkinchi partiyani ayirmoqchi hozir yopaveramiz. O'zi 2 dona nonimiz qoldi. Jo'natib yuboramiz. Bo'ldi, mana xudo xohlasa pishirish jarayonlari bo'lyapti. Menimcha mana nonni sifatini ko'rishlaring mumkin. Novvoy xonalarda noni bilan bir xil novvoy akalar, somsachi akalar, rossiyalik akalar, somsaga endi qiynalmanglar, somsa oqib ketyapti, go'shtni nima qilaman deb. Shuni olasizlar, tandir somsa bilan birga bir chiqaveradi akalar.